Leksiyalarımızı davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Leksiyalarimizdan endiki davam bugünkü islağa. 2021 yıl 1 ayının 13. günü. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo, Amerika Avazı Radyosu'nun baş ştabıda sözlügen nutuk vatandaşlar. Amerika bütün yer şahar matbuat mahkemesi CEO kurulğanlığını düşendirip bir yukarıda bir cümle bay okuduk. Bu hem mening bugün nima üçün bu yerge kelganligimni ham tushuntirib berdi. Men xabarlarni ko'rib baxtim. Amerika ovozining xizmatchilari bugun mening bu yerga kelib, nutuq so'zlashimni xohlamadi. Men bu kishilar nihoyat osonlik kishilar ekanligiga ishonaman. Ular Amerika diplomatlari ovozining Amerika ovozida anglitilishini xohlamaydi. Bu nuqtani qisqala o'ylab boqayli. Biz hammamiz hukumat organlarining bir qismi. Üstimizga olgan mas'uliyat va majburiyatlar har birimiz uchun shuncha yuksak, shuncha ulug' va shuncha muhimdir. Lekin bundaq senzor qilishning o'zi xatardikdir. Radyoda xabari va boshqa ishlarni tekshirishning, o'qilishning xatari intayin zo'r, intayin xatardikdir. Axloqiy jihati xatodir. Amaliyotda qonunda belgilangan Amerika ovozi majburiyatlariga xiloflik qilganlikdir. Siz senzor qilish, tekshirish, tatbiq qilish, o'yg'onish va siyosiy jihatda to'g'ri bo'lish hammasi bir nishonga, ya'ni axloq adolatini yepinib oladigan zo'ravon mustabidizmga yuzlangan yoki shuni ko'rsatib turibdi. Nim deydi? Bir nishon qartilgan axloq chapinni kiyib olgan amaliyoti zo'ravon mustabidizmga yuzlangan senzor qilish, o'yg'onish va siyosiy jihatda to'g'ri bo'lish. Xabarlar siyosiy jihatda to'g'ri bo'lish, o'yg'onish. Bu kim uchun bo'lsa o'rtaq o'yg'onish. Senzor qilish, o'tkaldan o'tkazish, qattiq tekshirish. Bu xuddi navbatda Twitter, Facebook va Alma hamda uningdan ko'p maktablarda ko'rib turganlarga o'xshash. Bu yerda Facebook, Alma deganlar yaqinda Prezident Trumpning agashkichilarining hisobot nomeri yoki adres, torbat adresi o'chadiga. Shuning qartilgan so'z bo'lishi kerak vatandoshlar. O'xshash. Bu biz emas edik. Bular bizning Amerikaliklar emas edi. Bundaq ishlar Amerika ovozida demisimi bo'lmaslik kerak edi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo nutqini davomlashtirib bundaq dedi. Hozir o'yg'onish vaqti yetib keldi. Endi baxtdek uxlashga bo'lmaydi. Sizlarni nishonga yetaklashinglar kerak. Nima ish qilishni yaxshi bilasizlar. Bu albatta sizlarning mushu yerga kelishinglarning sababidir. Shundoq bo'lganda Amerika ovozi guldak puraklab echiladi. Amerika xalqiga aniq bo'lmayotgan bir taraf shuki, Michael Pack radioda xizmat boshqarishga kelganda 1500 nafar yollanma xodim go'yo degidek butun ishchi xizmatchilarning 40%ni tashkil qiladigan kishilar muvofiq darajada bexatarlik tekshirishidan o'tmagan. Demek radyoga 1500 nafar kishi tekshirishdan o'tmagan.
birisini tanışım dep ekkirip algan, birisini yurtdışım dep ekkirip algan, birisini mezhep guruhim dep ekkirip algan radioga, birisini Libibi tanıştırdı dep ekkirgen, birisini qaysi profesor doktor tanıştırdı dep ekkirgen. Şuna bir yerde Devlet İşler Katı Mike Pompeo nime deydi? 1500 nefer kişini yallanma hizmetçilerini güya digidek bütün işçi hizmetçilerinin 40%'ni teşkil kıldığan kişiler. Muvaffak derecede bexatarlik tekşürüşüdün ötmegen. Cümleden yukarı derecelik bexatarlik çeklimisi var adamlarını öz çıkalıdı. Demek Amerika avazıga muşundak derecesi var adamlarını müyetkep kelgen. Amerika avazı rezinkidek tamga. Yaki rezinkige oyulgan tamga. Çet ellik puhralaga bir viza işlep bergen. Cümleden komünistik cüngodun kilidigan kişilergilimi viza işlep bergen. Biz munda kılmaslığımız kerek edi. Şundak emasmi? Bu Amerika avazda buluvatkan işler vatandaşlar. Erken Asya'nın Uygur bölümü ço. Hatta sakçılarının, sakçı nazırlarının nevrilerini yötkepek gelip işletti ürümçiden. Erken Asya Radyosu'nun Uygur bölümü sakçının nevrilerini ekilip işletti. Okşaş kep vatandaş. Cümleden komünistik, cüngordan kilediğen kişilerge mi vizi işlep bergen. Biz munda kılmaslığımız gerek idi. Bizden Amerika'da Xitay tilida sözleydiğen nurgun kişiler var. Yani terbiyevatımız, köplegen profesorlarını ve sadakatmen vatanperverlerini terbiyevatımız, bizden aramızda Amerikalı Hanzola intayin ilgar. Amerikalı Hanzola bar intayin ilgar. Prezident Trump memuriyeleri hazır devlet bexatarligi yetip kelgen tehditlerini hal qilish tirishchanlik ko'rsatyotidir. Biz radioda yalinib ishlayotganlarni tekshirishni umid qilamiz. Mike Pompeo Devlet İşler Katı Mike Pompeo şundak dedi ki Prezident Trump memurları hazır devlet bexatarligiga yetip kelgen tehditlerini hal qilishga tirishchanlik ko'rsatyotidir. Biz radioda yalinib ishlayotganlarni tekshirishni umid qilamiz. Biz Amerika Ovozi radiosuning bir tarafga og'may ishlaydigan xabar axborotchilik qiladigan burchini qaytirib kelishini umid qilamiz. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.